har bir insonda tug'iladigan bitta savol bor. Qiyomat qachon bo'ladi? Qiyomat qachon bo'lishini biz bandalar bilmaymiz. Ammo o'sha oxir zamonning, qiyomatning ulamolar ba'zi alomatlari bor deb aytishgan. Bu ham bo'lsa o'sha Qur'on va hadisga muvofiq. Xuddi shunday ma'lumotlarni aniq dalillar bilan ishonchlisini Ibn Kasir rahimahulloh yig'ib, mana shunday oxir zamon alomatlari degan kitob shakliga keltirganlar va buni Munir nashriyoti tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingani mana qo'limda turibdi. Sizni ham qiziqtirgan savollar, juda ko'p jumboqlar va aksar insonlardagi yanglish, chalkash fikrlarning asl javobi mana shu kitobda. Kitobni xarid qilish uchun Uzum Marketning Munir nashriyotining rasmiy do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Yoki izohlarda plus belgisini qoldirsangiz ham bo'ladi.